Hammaga assalomu alaykum. Bugungi yangi obyektimiz Yunusobodda joylashgan Bodomzor masjidning ro'parasida, orientir Bodomzor masjid. Novostroykamizda dupleks 7-8 qavatli, juda ham katta terrasa bilan. Umumiy maydon o'zi uyini 250 kvadrat, lekin uyni жилая площадь 150 kvadrat, 5 ta xona, 3 ta sanuzel bilan prachni. Ham bitta obzor qilib o'tamiz. Niyat qilganlarga hammaga unaqa uylar nasib qilsin. Bu kirishimizda bitta kladovaya, zidan tegida. Uy yig'ishli. Bitta общий sanuzel. Ko'chadan kirganlar. Bitta oshxonamiz. Hamma texnikalar bo'sh qilingan, посудомоечный mashinka, plot hamma narsa qo'yilgan. Katta холодильник, под потолок полный mebel qilingan. Bu ham juda ham chiroyli. Shu kimdir uy olaman demoqchi bo'lsa, niyat qilmoqchi bo'lsa, mana tayyor uy. Yunusobod rayonida mana bunaqa ko'prik eshigimiz. Bo'lmasa ko'rsatib o'taman. Mana bunaqa yopiladi. Endi oxirgacha yopmadim. Bu yog'ida zal, 8 personli stol qo'yilgan. Va bu yana uyni 3 ta tomonda balkonlari bor. Vidlari vashshe shunaqangi chiroyli. Mana ko'rsatib o'taman. Bu mamlaqa ochuv zal. Yevropeyskiy stilda qilingan. Bu yoqda родительский xona. Mana keyingina, kattagina mana qaranglar. Bu o'zi oyoq kiyimga qo'yadigan joy. Mana sistema juda ham o'zi qimmat turadi. Jani qimmat emas, no, baribir hamma ham qo'ymaydi oyoq kiyimiga. Bu yerda esa shunaqa taxlanadigan joyimiz. Bu yoqda родительскийni o'zini alohida sanuzellari, dushovoy kengina, katta. Sanuzellar kichkina emas. Ko'rayotgan bo'lsangiz, keng, katta. Bu yerda spalnyamiz. Spalnyada o'zida kengina, katta, o'zini balkonlari bor. Bizda oyoq kiyimini qilmaganman. Hozir tepadan ko'rsatib o'taman. Bu spalnyamiz. Va yana bu yerda ham garderob ham bor. Joy yetarli. Endi tepaga chiqamiz. Mana 7 qavatdan eshigi ham bor, 2 ta vxodlari bor. 8-etajda ham chiqsa bo'ladi liftdan. Misol uchun kimdir pastda mehmonlar bo'lsa, shundoq tepadan chiqsa bo'ladi. Yoki ayollar o'tirsa, xo'jayinlar kelsalar, bemalol o'zlarining xonasiga chiqsalar bo'ladi. Mana o'zi alohida 8-etajdan kirishlari bor. Bu bizning dupleks, potoloklarimiz 320 baland. Bu yerda bo'sh xona tashib ketilgan. Misol uchun kimdir uni deski yoki kabinet o'zi xohishiga qarab qilinadi. Akkuratni qilingan. Teplый pol har xonada regulirovka bor. Domofon pastda va tepada ham bor. Tepada 3 ta spalni, pastda shu родительский xona. Azon ham aytilyapti. Shu azon aytilganda shu hammaga duo qilinglar, nasib qilsin ilohim. Под потолок полный shkaflar baland qilingan. Bu yoqda bitta spalni. Bu yoqda 3-spalnyamiz. Детский. Dizaynlari juda ham необычно qilingan, полный авторский ремонт. Bu bizning 3-balkonimiz hozir. Vidlari telebashni ko'rinyapti. Mana azon ham aytilyapti. Bitta qo'llaringizni ochib, bitta duo qilinglar. Ilohim, menga uy nasib qilsin deb. Inshaalloh shu niyatingizga erishasiz. Bu yerda общий sanuzel. Sanuzellarimiz vanna qo'yilgan. Kengina, katta. Необычный rakovinalar.
Mana har sanuzelda neobычно rakovina qo'yilgan. Va bu yerda mana prachniy xona. Xohlasangiz sushilkani qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi eng qizig'i mana bunaqa kattagina terrasa. Qani bismillahirrohmanirrohim. Terrasamiz 150 kvadratniy metr. Buni zvuklarini, ovozlarini, vidlarini polniy mana Toshkentga qarashlari. Shu zo'r. Yoz deb o'tdi, nereально va shu zo'r bo'ladi. Даже hozir mana qish bo'lgan taqdirda ham havo shunaqangi zo'r. Bu yoqda letniy kuxnya. Ovqatlarni qilib, jizbislarni qilib, bemalol elektr barbekyu qo'ysangiz ham bo'ladi. Даже rakovina ham bor, polniy suv o'tgan. Vashi zo'r. Bodomzorda joylashgan Yunusobod rayon 7 va 8 qavat 150 maydon uyimiz, 100 kvadrat bu terrasamiz kvadraturalari. Ma'lumot uchun 90 39 64 00. Realtor Sabina. Yoqqan bo'lsa klass bosinglar. Ha, salomat bo'ling.